Yaxshi so'zlanglarmi? Sizlar bilan yana qayta yuz ko'rishdik. Bugungi hikoyamiz nihoyatda ahamiyatli hikoya deb o'yladim. Men hikoyamni boshlay. Mushu burunqi zamonlarda ma'lum bir shaharda bir ona bola ikkisidan turmush kechirdi ekanda. Dadasi ma'lum bir sababdan kichik chog'da ayrilgan ekan dunyodan. Shu bir kichik bir uyda onasi bolasi ikkisi yashaydi ekan. Bola cho'ng bo'pti, qiyda kuch quvvat joyiga kiribdi. Boladan eriga aylanibdi. Shuning bilan onasi debdi bu bolaga, o'g'lim debdi, sen juftaqangni yig'ishtir debdi. Juftaqangni yig'ishtir, safarga otlansan. Shundan bolasi nega bormayapti deganki, sen er olding, cho'ng olding. Dunyo ko'rishing kerak. Sen bugun juftaqangni yig'ishtir. Yo'lga chiqsa, men nega borsam? Nega borsam bag'in shahar atla, shahar ko'y, nimishlar bo'lyotdi, dunyo qandoq dunyo bu? Hamma bir tushunadigan vaqtim keldi. Degan keyin bola tayyorligini qilib uydan chiqdi ekan, hamda safarga otlandi ekan. Safarga otlangandan keyin onasi yolg'iz qoldi hamda. Onasi shu bolasiningki yoqi yurtlarda aşk edişinden ensirep, bo'zak bo'lishidan ensirep turdi ki hamda mundaq bir ishni onasi qilishga boshlaydi ekan. Onasimi g'oyat kambag'al kelganligi onasining bunda kirimi yaxshi emas, lekin bir kunlik topgan taginiga onasi ikki tal non yaqalaydi ekan uyda. O'zidan pishirdi ekan hamda nondan ikkini yaqadi ekan. Ikkini yaqib birisini o'zi yeydi ekan. Birisini shu uyning kimda berisi bor, berisini kimda teshig'i chiqarib o'sha qo'yib qo'ydi ekan. O'tgan kechgan osh qolgan insonlar yeso. Buningdagi maqsad shu osh qolgan insonlarga mush bir mening bilan to'ysa, mening balamni shu yoqi yurtlarda ashanda bir non beradigan, hadiya qiladigan insonlar chiqish mumkin deb shu yaxshi niyat bilan mayaqda yaxshilik qilishni boshlaydi ekan. Lekin bu ayolningki ninini mushu yurtning kirish eg'izida ma'lum bir uzun bir hech nima yo'q bir yo'l bor ekan, uzun yo'l. Shu yo'lda bir daraxtningki ostiga bir kapanga qo'yib yashaydigan bir odam bor ekan. Bu odam gap qilolmaydi ekan. Hisobchilikqa har bir mahalning, har bir shaharning birdan sarang'a, birdan g'alit odam bo'ldi-ku. Shu shaharningki ashundaroq bir aybi bor odam ekanda. Uning haqqi yomonligi yo'q-ku, ammo ashta g'alit o'zi ham yashaydigan bir g'alit odam ekan. Ishi hidi cho'ng. Bu ayolning mush qo'yib qo'ygan ninini shu odam kunda keladi ekan. Shundan oladi ekan. Bir yig'iz rahmatmi demaydi ekan, eplamaydi. Bu ayol yana kunda topgan tagini echkidan yoqadi ekan, birini o'zi yeydi ekan, birini asha qilib qo'ydi ekan. Bu odam yana keldi ekan, shundan oladi ekanlar keladi ekan. Kunlar ashta davomlashibdi. Echkidan birisi o'zi, birisi deraza qo'yib qo'ydi odam. Davomlashib bir yil o'tibdi. Bir yil o'tib, bir kun hamda bu ayol yana shundan echkini yiqib, birini o'ziga yeb kelib, birini derazaga qo'yib o'tqash, qo'yib qo'yib, sapchib tursa, ayol odam yana kelibdi. Yana oldi. Lekin hech qachon rahmat demaydi ekanda. O'sha odam meni ko'rmay rahmat demayotgan bo'lishi mumkin deb qarab turdi. Yana bu odam kelib, nonni yeb ko'ziga qarab ketadi ekanda, rahmat demaydi. Shuning bilan bu ayolni ochiq ketdi. Nima rahmat demaydi? Bir yilning yarmi bundan beryapti. Bunga rahmat demaydi. Deb ochiq kelib, aytsa, non yiqayotgan vaqtida bir nonning orasiga zahar siladi ekan. Bir nonni zaharsiz, bir nonni zaharli qilib yiqib, zaharsiz nonni o'zi yeydigan bo'lib, zaharli nonni derazaga qo'yib. Qo'yib, eliqi odamning keldigan vaqtda asqabdi. Qarab o'tirdi ekanda, sen rahmat demaysan. Rahmat qilganini bilmaydi. Deb ichida o'tirib
Aslida o'zini kalasiga bir narsa keldi-da, to'xtab turdi. Men nima ish qilyapman? Men bu necha yil qilgan yaxshiligimni davomlashtirishdan sirt hozir men bir yomonlik o'tib ketdim bu deb tashqaridan uyg'uni ay zahar bananni shaqib ilibdiblar o'zininki zahar yo'qligini joyi qo'yib qo'ydi. O'zining xatolashayotganini bilib qoldi ekanda yerda. Hamda ba'zi vaqtlar odam ozroq g'azablanganda bir xato qaror chiqardi deb bir hikoya so'zlar emas, mana shunga o'xshash. G'azablangan vaqtida yomon niyat kelib xato qaror chiqarganki, keyin ozroq vaqtdan keyin o'ylanib to'xtabdi deb bu yomon niyatidan voz kechib, zaharsiz nonni oyoq qo'ydi. Qo'ygandan keyin helaqa bu yana keldi. Yana oladi ekan, yana ketdi. Ketib shu kuni kechda, yarim kechada birisi ishni qattiq urdi ekan. Ayolning ishini. Hiç qarasa o'g'li. Nahayt olsiz. O'ruqlab salbina bo'lib ketdi. Olsiz, ussa. Chiqib nahayt charchabdi-da. Chapa chekibdi. Shuna bilan uyga boshlab kiribdi. Nim bo'ldi? Sen nima seni mush ahvolga tushirib qo'ydi balam bir yildan buyon. Sen nima ish qilding? Degandiki. Men siz degandek haqiqatan boshqa yurtlarga safarga chiqdim. Har bir yurtniki o'ziga uchliq tijoratlari, o'ziga uchliq sosiyetlari bor, lekin men hech qaysininki hech qaysi yurtda o'zimga bir tijorat topolmadim. Gapni qisqartirib qo'ysam, o'zim bir igilik tiklayolmadim bu yerda. Ma'lum bir yurtga keldim. Aşı yurtdimi o'zim qildiq ish topolmadim, lekin kunda bir nenim bor edi. Ashadagi bir navoy, menga ish og'irdimi? Shunday navoyxona oldiga kelib talminib samlab bir tandan berdi. Men bir yilga yaqin shu navoyning nenini yedim deyotgan. Nahayat yaxshi odamga apa. Qo'sqim ochdi, navoyxona oldiga borib bir tandan berdi. Shundan bilan jon boqaman. Shuni bir nam bog'lik. Deydiga degandan shuni bilan eng qo'rqinchli yeri men voz kechdim, yaqin yurtlardan, o'zimni yurtim qaytaydi, piyoda yo'lga oldim. 6,5 kun piyoda yo'l meni, yo'l deydigan narsam yo'q. Suyimni tugidi. Mushu bizningki mushu shahrimizga oz qolgan vaqtida, bir qaqasliq yo'l bor dedim emas. Eshakkaga vaqtida men ochliqdan yiqildim. Ochliqdan yiqilib ko'zim ro'z qorong'uda chiqib boshladi. Shu vaqtda qarasam, nayt qasmoq, kiyimlarim mayna. Bir odam shiraqdi meni ko'rdimi bilmadim. Ammo bir kichik bir qarnasidan kiyayotganini ko'rdim. O'shimga ketibdimi? Bir vaqtlarda esim topsam meni birisi G'arvodagi bir narsa so'rab ketib boradi. Uni bir esim keldi. Shunga bir vaqtida og'zimda suv berdi. U esimda bor. Kim bir ton non berdi. Men hamma pakiz edim. O'z mağdurlandim. Ana uyga keldim. Deganki opsi yaxshi yurtdi bolam, demak men oyoqda qilgan yaxshiliklarimni sen oyoqda men oyoqda qilgan yaxshilik qildim. Bir şey belkinden ben oyoqda san haqla yaxshilik qildi deb opsima qo'sh bo'pti. Erta yana shu ishkana yiqibdi oyoq. Derazaga nonni qo'yibdi. Yilqi odam yana ketdi. Endi biliqman deb menga vaqtida o'g'il debdi. Apa tuniga men o'ladigan vaqtimda bir tal menini menga berib, mening jonimni qutqizgan mujdam shu. Degandik opsi o'ylayotgan. To'xta. Makaran. Agar tuniganki g'azabimda ay zaharlanni bergan bo'lsa, almashtirib o'tmagan bo'lsa, o'zining balasi aytganda shuni. Odam ayolning berganini abala o'lay deb jonsizlik qilgan bo'lganligidan abalaga hizmetida. O bilmaydi ana shu zahar bormi yo'qmi. Ilmi yaxshi ayol shunani almashtirib olganki, yomon niyatda yinib, agar almashtirmagan bo'lsa, bu ayol o'z qo'li bilan
o'zining bolasini o'ltirayotganda. Endi bu hikoyadan nurg'un yaxshi xulosalarni chiqarsak bo'ladi. Endi mening o'zim shaxsan chiqargan xulosam shuki, hozirgi jamiyatimizni sundirib aytib qolsak, birovga yomonlik o'ylayotgan vaqtimizda, birovni tashlayotgan vaqtimizda, birovni ish qilib bir o'g'ri ko'rib, shuningga tashlayman degan vaqtimizda esimizda tutish kerak bo'lgan bir ish. Shu o'rakka o'zimiz tushishimiz bor gap. Sen birov qasd qilaman desang, u qasd mayli qanday usullar orqali bo'lsin, ammo mumkin ashib qo'yilgan qismga o'zing tushsanda. Shunga birovga yaxshilik qilsak mayli, ammo yomonlikni o'ylab qolgan vaqtimizda esimizni chang tutishimiz kerak. Biz o'ylagan shu qasdga, shu yomonlikqa ammo mumkin o'zimiz tushimiz. O'xshash holda. Shuning uchun amal bor, atrofimizga insonlarga yaxshilik qilamisak mayli. Qo'limizda kelmas mayli. Ammo yomonlikni o'ylashmasak yaxshi. Do'stlarim ham, men ham hammamiz bu hayotimizda faqat yaxshilikni o'ylab, hozir o'zimizning hammamizningki turmushimiz nihoyatda baxtli, xohlagan yerga bora olamiz, xohlagan tijoratni qila olamiz, xohlaganni yeyalaymiz, chalaymiz. Shunday bir baxtli bir turmush ostida yashayapmiz hammamiz. Shuning uchun buni qadrlashimiz kerak. Amal va yaxshilikni o'ylab turib yashaylik. Yomonlik o'ylamaylik do'stlar. Hikoyam yoqdi onunlarga. Rahmat. Kelarki safar